Okey, iloji boricha 2 daqiqa ichida sizga ko'proq ma'lumot ulashishga harakat qilaman. Birinchi mavzuyimiz diqqat qila olish. Bir vaqtda ikkita quyonni ovlagan ovchi hech vaqosiz qoladi. Rus xalq maqoli. Siz hamma narsani bilasiz, lekin ko'p holatlarda hech nima qila olmaysiz. Buni sababi o'qish, ish, do'stlar, oila, maqsad va bularning hamma bosimi sizga kelyapti va siz ko'p holatlarda depressiyaga ehtimolli oshib boradi. O'shaning uchun hamma narsani iloji boricha kunni, haftani, oyni ma'lum bir qismiga bo'lib olishingiz kerak. Misol uchun o'qishga ertalabdan obedgacha, ish, obeddan ishgacha, oila, har kuni kech payt 1 soat, 2 soat vaqt ajratish, do'stlar haftada 2 kun yoki cherezni shunaqa vaqt ajratish kerak bo'ladi. Agar siz hammasini miyangizda bittada olib yuradigan bo'lsangiz, bu aniq sizni stressga yoki keraksiz bosimga olib boradi. Mana sizga birinchi vazifa. Vazifalaringizni tahlil qilib oling. Qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishni bullet point qilib yozib chiqing. Misol uchun birinchisi onamga qo'ng'iroq qilish, ikkinchisi darslarimni tugatish, 3 zalga borish va hokazo. Shunaqa davom etishi mumkin. Va kun tartibga ega bo'lish. Qaysi paytda uyg'onyapsiz? Tonggi odatlaringiz qanaqa? Yugurgan chiqasizmi? Muzdek vannami? Tushlikkacha qiladigan ishlaringiz, foydali odatlaringiz, ya'ni nima bilan mashg'ul bo'lyapsiz va oqshomda nima qilmoqchisiz? Va siz kundan xohlaydigan, ya'ni kuningizdan xohlaydigan natijalar qanaqa? Balans uchun 5 qoida bor. Buni o'zim ham ishlataman, siz ham ishlatib ko'ring. Din, oila, biznes, sport, ilm o'rganish, hayotingizdagi 5 ta muhim narsani toping va o'shalar uchun iloji boricha fokus qaratishga harakat qiling. Misol uchun, mana bu shaxsiy kundalikda ham ko'rishingiz mumkin. Har kuni o'sha alohida vazifalar beriladi o'zim uchun: diniy amallar, biznes, oilaviy munosabatlar, sport, ilm o'rganish va o'zimdan nimadan minnatdorman. Shunaqa. Bu reklama emas, prosta o'zingiz uchun hech bo'lmasa bitta bloknot tutib bo'lsa ham o'sha bloknotga yozib borsangiz yaxshi bo'ladi. Birinchi darslik shu haqida edi.